hayotini yaralishiga siz guvoh bo'lgansizda. Aynan mana shu muhabbat haqida kuylaysiz degan umiddamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun ajoyib kun, uzoq kutilgan kun, orzu qilingan kun. Bugun nima deydi, ikki buyuk xalq bir-biri bilan qudanda bo'lyapti. Juda katta baxt. To'g'risi ta'rifga uncha so'z topolmayapman. Bu go'zallik, mana shu turish, sizlarni mana shu bir-biriga yopishib turishinglar eng go'zal holat. Umringlarning oxirigacha abadiy mana shunday qolinglar ilohim. Baxtli, saodatli bo'linglar. Chin qalbdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Bitta o'zi qolib ketdi. Rahmat. Bitta o'zi qolib ketdingiz. Endi mana shu bugun yaxshi niyat qilamiz, hamma bugun birgalashib yana bir niyat qilamiz. Bu bir necha yillar oldin mana shu kunlar niyat qildik, yetkazdi Xudo. Yana bir niyat qilamiz. Jaloliddin beradi.